O'tirinchi bir tualetga ham o'tirolmayman dedingiz. Ha, o'tiraman. Hozir boyagidan ham yengilroq o'tiryapsiz, e'tibor beryapsiz. Yengil, ha. Nechta yosh? O'tiring shu yerga. Bo'ldi, o'tirishni iloji yo'q. Ham berinchi yengiltini. Bir oy bo'ldimi? O'zi nimadan keyin bo'ldi? Biroz joyda yiqildingizmi, o'zini bo'ldimi? Yo'q. Kam uyushib boshlayapti chap oyog'im. Aha. Shundan keyin 1-2 haftalar uyushib yurdi. Undan keyin oxirgi 2 haftadan og'riq kuchaydi. Tomir tortib qoldi. Mana shu yerda og'riq bor. Ha. Oyoq qimirlatolmay qoldi. Og'riq qoldiruvchi olyapsizmi yo'qmi? Qo'lim oldim. O'sha hol ta'sir qilmay qoldi. Og'riq qoldiruvchi ta'sir qilmayapti. Qo'llarim hech nima ta'sir. Boshida og'riq qo'yardi 8 soat, 6 soat. Hozir noshpa nimalar hech qaysi ta'sir qilmay qo'ydi o'zi. Og'riq qo'ymayapti. Tekis joyga yotamanmi, notekis joyga yotamanmi? Oyog'im tepaga qilib yotgan paytim boshida qo'yadi o'zi. Yotganda ham og'riq bor, hozir yurganda ham, o'tirganda ham. Pastda ham og'riq. Hadi yo'q. Remet yo'qmi? Yo'q. Bosh bu tomonga bo'lsin, yerga qarab yota olasizmi? Amallayman. Mana oyog'imda uchun sal tushirmasam og'riydi lekin. Mayli. Tizzadan pastidagi og'riq kamaydi hozir. Tizzadan pastidagi og'riq. Yuringchi. Qaysi yoqqa o'rayapti qarshi. Hozir tayinli og'riq bo'lgan yo'q hozir. Bo'kdan. Hozir boyagi og'riq bo'lyapti o'zi. Yo'q. O'tirib turish qanday o'zi? Tualetga borasiz. Yo'q, tualetga unday o'tirolmayman. Ikkita buloqni qo'yib, stolda qilib. Qani, ko'raylikchi. Boshqatdan o'tiring. Ushlamang, tizzani ushlamasdan o'tirib turing. Mana shunday o'tirsam Ha? ham. Mana shunday o'tiring. Turishga ham tegirmang hech narsani. Tualetga mana shunday o'tirolganmisiz? Yo'q, o'tirolmagansiz hozir aytishingiz bo'yicha. Yo'q. O'tirolmaganman bunday. Ko'rpachaga o'tirishingiz qanday? Mana o'tiradi, kuyovchi o'tiradimi, bunday o'tiradimi, odam o'tiradi-ku. Uyingizga mebel bo'lsa, qo'shni bir nimaga chaqiradi, o'tirishga